O'zgidromet 28-31 martga ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, video ostiga like bosib, videoni maksimal darajada tarqatishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 28-martda kechasi 12-17 gradus iliq, kunduzi 17-22 gradus. 29-31-martda kechasi 10-15 gradus bo'ladi, kunduzi 23-28 iliqqacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 28-martda 14-19 gradus, 29-31-martda 12-17 gradus iliq bo'ladi. Kunduzi 28-29-martda 20-25 gradus, 30-31-martda 25-30 gradus iliqqacha ko'tariladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 29-31-martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 gradus, kunduzi 28-martda 25-30 gradus iliq, 30-29-martda 20-25 gradus iliq, 31-martda 23-28 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 28-martda 14-19 gradus, 29-31-martda 12-17 gradus, 28-martda 20-25 gradus, 29-31-martda 23-28 gradus bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28 va 30-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 29 va 31-martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 28-martda 10-15 gradus, 29-31-martda 12-17 gradus, kunduzi 28-martda 23-28 gradus iliq, 29-30-martda 20-25 gradus, 31-martda 22-27 gradus iliq bo'ladi.